Ha, qo'ling dard ko'rmasin, o'zi seni kutib turuvdim. Ha, sen kelsan hech charchamayman-da, charchoqlarim chiqaraverasan. Yana keldingmi sen tilanchi? Menga qarang aka, mana shu tilanchiga pul bermasangiz men shu yerga kelmaydim. Siz pul berasiz, har kuni kelaveradi mana shu joyga. Bag'da shuncha qimmat dastgohlar bor, pullar bor. Qaydan bilasiz olib ketib qolsa? Og'zingga qarab gapiring, bu ham odam. Ha, siz aytganlar buni qo'ldan kelmaydi. Mana sen ketaver, ertaga ham kelgina. Aka, bitta gapni gapirishdan oldin o'ylash kerak. Uni qalbiga botadimi yo'qmi? U tilanchi emas, nogiron. Nogiron bo'lsa ham o'zini qilgan mehnatiga pul olyapti. Tilanib kelmayapti. Ishqilib usta shu yerdamikin? Nogiron bo'lsa ham har kuni ertalab ostonadan chiqyapti, Xudodan so'rab chiqadi. Bola chaqam rizqini o'z mehnatim bilan topaydi. Men har kun pul berganda ko'ziga qarayman. Ko'zdagi quvonchni ko'rganimda, balkim shunga yordam berayotganim uchun Alloh meni ishlarimning rivojini berayotgandir. Usta aka, uzr gaplaringni bo'ldim. Usta aka, vaqtingiz bo'lsa, mashinamni razvalni ko'rib bersangiz bo'lar ekan. Ha, bo'ldi aka, olib kiring, bo'shmas. Gaplaringni eshitib qoldim. Hozirchi ketgan odam tilanchi emas. Keyin u o'g'ri ham emas. 5 yil oldin qattiq avariya bo'lgan. O'shandan keyin og'irishga yaramay qolgandan siqilib gapira olmay qoldi. Lekin ba'zi bir ayol sifat erkaklarga shuni misol qilib ko'rsatsak bo'ladi. Bu nogiron bo'lsa ham bola chaqasini o'zini mehnati bilan boqishga harakat qilyapti.